2026 Toyota Land Cruiser 100. Bu nom avtomobil ixlosmandlari uchun juda tanish va hurmatli eshitiladi. Ushbu model yillar davomida ishonchlilik, qudrat va qulaylik timsoli bo'lib kelgan va 2026 yilgi yangi avlod Land Cruiser 100 ana shu an'analarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirgan holda yana sahnaga qaytdi. Bu avtomobil faqatgina yo'ldan yurish vositasi emas, balki uzoq safarlar, og'ir sharoitlar va kundalik hayotda ham ishonchli hamroh bo'lishi uchun yaratilgan haqiqiy afsonadir. Toyota muhandislari ushbu modelni ishlab chiqishda 10 yillik tajribani, real hayotdagi foydalanuvchilar fikrini va zamonaviy bozor talablarini birlashtirib, natijada juda kuchli, qulay va texnologik avtomobilni taqdim etishdi. 2026 Toyota Land Cruiser 100 tashqi ko'rinishi bilan bir qarashdayoq o'zining kuchli xarakterini namoyon qiladi. Keng va baland kuzov, aniq va keskin chiziqlar, massiv old panjara va katta logotip avtomobilga haqiqiy yo'lbarsga o'xshash qiyofa beradi. Old qismdagi LED texnologiyasiga asoslangan farlar nafaqat chiroyli ko'rinadi, balki tunda va yomon ob-havo sharoitida ham mukammal yoritishni ta'minlaydi. Bamperlar yanada mustahkamlashtirilgan bo'lib, off-road sharoitlarda zarbalarga chidamli. Yon tomondan qaralganda, katta gildirak arkalarni, yuqori klirensni va kuchli eshik dizaynini ko'rish mumkin. Bu esa avtomobilning yo'ldan tashqarida yurishga tayyor ekanini yaqqol ko'rsatadi. Orqa qismida esa LED chiroqlar, katta yukxona eshigi va amaliy dizayn elementlari joylashgan bo'lib, ular ham funksionallik, ham estetika nuqtai nazaridan puxta o'ylangan. Salon ichiga kirganingizda 2026 Toyota Land Cruiser 100 sizni butunlay boshqa dunyoga olib kiradi. Ichki makon keng, hashamatli va bir vaqtning o'zida juda amaliy. Yuqori sifatli charm o'rindiqlar, yumshoq plastik va yog'och yoki metall bezaklar avtomobilga premium daraja beradi. Haydovchi o'rindig'i elektr sozlamalarga ega bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytirish uchun ergonomik tarzdaysiz. Old panelda joylashgan katta multimedia displey avtomobilning barcha asosiy funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Navigatsiya tizimi, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, Bluetooth orqali telefon ulash, ovozli boshqaruv, bularning barchasi haydovchiga qulaylik yaratish uchun mo'ljallangan. Raqamli asboblar paneli haydovchiga tezlik, yoqilg'i sarfi, harakat rejimlari va boshqa muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatib beradi. Konditsioner tizimi ko'p zonali bo'lib, har bir yo'lovchi o'ziga qulay haroratni tanlashi mumkin. Orqa o'rindiqlardagi yo'lovchilar uchun alohida ventilyatsiya va supportlar mavjudligi ham uzoq safarlarda katta ahamiyatga ega. 2026 Toyota Land Cruiser 100 ning yuragi, uning dvigateli. Toyota ushbu model uchun bir nechta dvigatel variantlarini taklif etadi. Asosiy variant sifatida kuchli va 6 yoki 8 dvigatel ko'zda tutilgan bo'lib, u yuqori quvvat va katta aylanish momentini ta'minlaydi. Bu dvigatel nafaqat shahar sharoitida, balki og'ir off-road yo'llarda ham o'zini juda yaxshi ko'rsatadi. Shuningdek, zamonaviy gibrid texnologiyaga ega variant ham mavjud bo'lib, u yoqilg'i tejamkorligini oshiradi va atrof muhitga kamroq zarar yetkazadi. Avtomat uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va har qanday tezlikda qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Toliq gildirakdan tortish tizimi Land Cruiser 100 ning asosiy afzalliklaridan biridir. Ushbu tizim yo'l sharoitiga qarab kuchni avtomatik ravishda gildiraklarga taqsimlaydi. Qum, qor, loy yoki toshli yo'llar bu avtomobil uchun deyarli muammo emas. Differensial blokirovkalari, past uzatma rejimi va turli off-road sozlamalari haydovchiga eng og'ir sharoitlarda ham ishonch bilan harakatlanish imkonini beradi. Klirensning balandligi va mustahkam osma tizimi tufayli avtomobil notekis yo'llardan osonlik bilan o'tadi va pastki qismini himoyalangan holda saqlaydi. Xavfsizlik masalasida 2026 Toyota Land Cruiser 100 eng yuqori darajadagi texnologiyalar bilan jihozlangan. Avtomobil Toyota 2026 Toyota Land Cruiser 100 kundalik hayotda ham, ekstremal sharoitlarda ham o'zini mukammal ko'rsatadi. Bu avtomobil bilan shahar ko'chalarida ham obro'li va qulay harakatlanish mumkin. Uzoq safarlarda esa charchoqni sezmasdan minglab kilometr yo'l bosish mumkin. Tog'lar, chollar, o'rmonlar yoki qishloq yo'llari, Land Cruiser 100 uchun bularning barchasi oddiy sinov xolos. Shu sababli u nafaqat oilaviy avtomobil sifatida, balki sayohat, ekspeditsiya va og'ir ish sharoitlari uchun ham juda mos keladi. Toyota Land Cruiser 100 ning yana bir muhim jihati uning uzoq umr ko'rishi va ishonchliligi.
Toyota brendi yillar davomida aynan shu xususiyati bilan mashhur bo'lib kelgan va 2026 yilgi model ham bundan mustasno emas. To'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish bilan bu avtomobil o'nlab yillar davomida xizmat qilishi mumkin. Zaxira qismlarining mavjudligi, servis tarmog'ining kengligi ham foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Toyota Land Cruiser 100 bu kuch, qulaylik, texnologiya va ishonchlilikning mukammal uyg'unligi. U o'z sinfidagi eng kuchli va hurmatli avtomobillardan biri bo'lib, har qanday sharoitda haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Agar siz haqiqiy off-road imkoniyatlariga ega, lekin shu bilan birga hashamatli va zamonaviy suv izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Toyota Land Cruiser 100 aynan siz uchun yaratilgan avtomobil desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu mashina bilan har bir safar alohida sarguzashtga aylanadi va sizni yarim yo'lda qoldirmaydi.